Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Siz uchun Avtocenter avtosaloniga T2ni 3-pozitsiyasi probegli yetib keldi azizlar. Anchadan beri 3-pozitsiya umuman ko'rmagan edim, to'g'risi. Birta akamiz domga almashtiribdilar. Mana o'sha dom sotuvchisi bizga olib kelib, sizlar baribir sizlarda ko'p sotiladi deb bizga olib kelibdilar. Qaranglar. Jitur T2ni 3-pozitsiyasini endilikda bizdan $44,000 akamiz xarid qilgan edilar. Bu mashinani taniyman, o'zim sotganman, lichna naqdga olganlar bu mashinani. 3-pozitsiyaligini qayerdan bilsak bo'ladi? Mashina s probegam. Mana bu Alcantara patologdan va ichidagi video registrator, face control, massaj o'rindiqlaridan bilsa bo'ladi azizlar. Chexol qilingan, zavodskoy, ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu avtomobilni siz $44,000 olingan. Ko'ryapsizmi? Full paket tayyor. 44,000 emas. Siz attigidaji 2-pozitsiyadan ham arzon narxga olib olasiz. 2-pozitsiyasi $39,000 turibdimi? $39,000 dan past olasiz. 3-pozitsiya narxi ana shu mashinani 44,000 ga olingan. Shu mashinani siz hozirda attigi $37,000 ga xarid qilib olasiz. $37,000 ga. Aziz kuzatuvchilar, bunaqa imkoniyatni boy bermanglar. Bunaqasi faqat Avtocenter Buxoro avtosalonida bo'ladi. Probeglik xohlasalaringiz, probeglik mashinalar ham bor. Yurgandan bu mashinani attigi 16,000 kilometr. Hech narsa yurmagan. Polni kraskalari ideal. Mashina soatda ishlayapti. Kelasizlar, foydalanasizlar. Meni nomimdan kelganlar uchun yana ozgina tushirib beriladi. Azizlar, kuzatishda davom eting. Yangiliklarni bombasi mana kanalda bo'ladi.